Birjada ko'p robotlarni sliv qilishning sababi risk menejment amal qilmaydi, stop loss qo'yilmaydi, eski strategiyada ishlatilgan robotlar. Misol uchun kanallarda signal kanal yoki robotlarni tekinga beramiz desa, ularga ishonmanglar. Sizlarni o'zingizlarning pulinglarni ishonchli joyga qo'yinglar. Misol uchun 6 oy, 7 oy ishlagan bo'lish kerak robotlar. O'sha statistikasini ko'rib, siz xotirjamlik bilan qo'yishingiz mumkin. Ammo sizga shu 6 oy, 7 oy strategiyada ishlagan, misol uchun foydada bo'lgan robotlarni sizlarga ko'rsatib beraman. Mana qanaqa bo'lish kerak robotlar o'zi aslida. Mana do'stlar, so'z isboti bilan sizlarga hammasini ko'rsatib beraman. Har kim ham bunaqa ko'rsata olmaydi. 25-yil 0201 ikkinchi oyda boshlangan. Qaranglar, mana $10,000 depozit qilingan. $10,000 dan mana foydalari, stop loss hammasi bor. Minuslardan tashqari foydasi juda ham ko'p. Mana mana shu robotimizda 6 oy davomida ishlab turibdi. 9184 foyda qilgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi ochiqcha ko'rsatilyapti. Agarda zarracha shubhanglar bo'lsa, bemalol ofisimizga kelsanglar bo'ladi. Shartnomalar qilib, chiroyli qilib bo'lib beramiz sizlarga.